Yurtimiz tabiati betakror. Uning musaffo havosi, toza suvlari va yam-yashil dalalari bizga osoyishtalik va kuch bag'ishlaydi. Bu go'zallikni ko'z qorachig'idek asrash kelajak avlod oldidagi eng katta mas'uliyatimizdir. Bizning tabiatimiz toza va go'zal hisoblanadi. Iltimos, tabiatimizni asraylik. Ushbu videoda qilingan xatti-harakatlar tabiat uchun, atrof muhit uchun, ekologiya uchun xavfli hisoblanadi. Nafaqat ekologiya va tabiat uchun, buning oqibatida bizlar uchun, tabiatda yashovchi barcha hayvonlar, o'simliklar va odamlar uchun xavfli hisoblanadi. Ushbu qilingan xatti-harakatlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilab qo'yilgan javobgarliklar mavjud. Yuqoridagi video lavhamizda ko'rsatilgan xatti-harakatlarni amalga oshirgan shaxslarga nisbatan birinchi bor ogohlantirish sifatida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun tegishli moddalari qo'llaniladi va shu kabi holatlar 1 yil davomida yana sodir etiladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksining 14-bobida bag'ishlangan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlarga tegishli bo'lgan moddalar bilan javobgarlikka tortiladi.